Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali a'zolari. Bugun 4-yanvar 2026-yil. Navbatdagi labolarga mana tunuka o'rab bo'ldik. Bugungi birinchi laboyimiz bunisi bo'lyapti. Xudo xolasa bu laboni poliga tunuka qilingan, qalin tunukadan shumkalar qilingan, konteyner pollar qo'yilgan mana bu joylariga. Bu narsalar siliq tegsa hech qanaqa bukilmaydi. Qirilmaydi, ramaga zarba o'tkazmaydi. Vamellarda ham penaplex saklopkalar qilingan, yonlaridan katta saklopka, yonlari ham mana bu joylari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan. Tag tomonlari ham xuddi shu holatda ichkariga qaytgan. Mana ko'rinishida bironta ham samolyot saklopkasi ko'rinmaydi. Tag tomondan bu narsa qop-qop shunga o'xshagan narsalar ilmaslik uchun qilinadi. Akkumulyator zashta qiladigan legendarniy sondiqlar qo'yib qo'yganmiz. Bu sondiqlarni ko'rib turibsizlar. Yonidan to'sadi, balondan sachragan loylardan обязательно to'sadi. Bu yonidan ham yopiq, hamma tomoni yopiq, mana bu holatda ochiladi. Bunga ko'pchilik suv kirib ketadi deyapti. Suv kirib ketmaslik yo'li bor. Lepochka yopishtirib olish kerak, aylantirib. Hech qanaqasiga suv kirmaydi o'sha hisobiga. Bu sondiqimiz alohida sotuvda bor. Ha, laboga alohida qo'yyapmiz. Tunuka qilingan ekan, sondiqni o'zini qo'yib berdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana bu tepasiga mana bagaj qo'yib qo'yganmiz. Qaraysiz, bagaj bo'ladi bu. Ha, nomermi, logotipmi yozib olsa bo'laveradi. Bu zapas balonga moslab ketilgan boltga. Zapas balonlaring bemalol jibbiylar shart emas. Boltdan qotirib qo'ysa bo'laveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar mana bu raqamlarga. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, yaqinlarga labo olgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Biz Instagram sahifamiz ham bor. Labo legenda nomer 1 deb yozsalaring birinchi o'rinda chiqadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.